kimning oxirgi so'zlari la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lsa shu jannat deydi. Odam o'ylayapti. Aytib yuboramiz buni, domla buni. Nima la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh aytib qo'yamiz. Uni iloji yo'q. Iloji yo'qligi mana shu xonandalarimiz, sozandalar yaxshi biladi. Qo'liga asbobni bersa, chalib ketavermaydi. Uni avval sozlaydi. Undan keyin sozlagandan keyin o'sha pardalarni bosishga mashq qilgan bo'lish kerak. Aytilgan pardalarni vaqtida bosishni o'rganish kerak uni. Uni otini taqit deydi. Bir xil boshini otini usul deydi. Oddiy bir musiqadan misol, musiqadan. Ey mo'min, dunyoda Allohimni, payg'ambarini yo'liga yurmasang, qanaqa oxir paytda aytmoqsan uni?